Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Rossiya, O'zbekiston. O'zbekiston, Rossiya направлениясida yuradigan ishonchli o'z avtotrans Lans avtobuslarimiz bor. Aziz vatandoshlar, mana posадка jarayoni bo'lyapti. O'zi zapravkasini ham qilyapmiz aziz vatandoshlar. Kimda kim shunaqa ishonchli avtobuslarda ketish istagida bo'lsa, ishonchli nomerlar ekranlarga qo'yib qo'yganmiz. Aziz vatandoshlar, bagaj 50 kg положено. Bez dokument bo'lsangiz, xudo xolasa bez zapret, bez deport olib ketamiz. Faqat 5000 rubl rasxodingiz bo'ladi, uni cho'ntagingizga sovg'a olasiz. Voditellarimiz xudo xolasa 15 yildan oshiq staji bor. Sog' salomat, to'g'ridan to'g'ri Toshkent Sobir Rahimovga olib kirib berdi. Bunaqasi bo'lmagan jigar. Bittadan like bosib yuborishni esdan chiqarmaymiz. Aziz vatandoshlar, mana klientlarimiz ham kelyapti. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamasdan. Avtobus qanaqa ekan? Zamonbop, yaxshimi, cho'tkimi? Hamma yo'q pamesda, haliga oshiqcha narsalar bo'lmayapti. Oshiqcha pul olinmayapti. Necha kilo bagaj olib keldingiz? 20 kilo sumkangiz katta, to'g'rimi? Bagajingizga biri oshiqcha pul olmadimi? Yo'q. Hamma yo'q, zo'rmi? Nima deb tavsiya qilasiz? Hamma kelsa ketsin, yaxshi. Sog' bo'ling aka. Iloyim yaxshi yetib oling manzilingizga. Aziz vatandoshlar, ishonchli nomerlar ekranlarda bexijolat telefon qilaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.